qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olaman. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi 22 noyabr kuni Amerikaning Haqiqiy ovozi televiziyasining Frank Jeffini bilan bexatar Amerika programmasining ziyoratini qabul qildi. Xitoy tajovuzchilari Filippin dengiz armiyasidagi raketa qoldiqlarini qo'lga tushirgan deb ayblandi. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi 22 noyabr kuni Amerikaning Haqiqiy ovozi televiziyasining Frank Jeffini bilan bexatar Amerika programmasining ziyoratini qabul qildi. Riyosatchi Frank Jeffini Sharq Turkiston Surgunda hukumatining bosh ministeri Salih Xudoyerning suhbatimizga qatnashganligiga minnatdorligimizni bildiramiz. Sharq Turkiston Xitoy tarafidan ishg'ol qilingandan keyin Xinjiang deb nom berilgan joy bo'lib, Xitoy bu yerda qo'rqinchli oldini olish tadbirlari, keng ko'lamli qotillik jinoyatlarini ishlaydi. Amerika, Trump va Bayden hukumati bu vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Salih Xudoyer bilan bu haqda paranglashimiz. Hozirgi tema tashkilotning yaqin bir axborotning yordamida Oqsaroyning oldida elib borgan namoyishi bo'lib, bu haqda uning bilan bir oz suhbat elib boramiz. Salih Xudoyer, Oqsaroyning oldidagi namoyish haqida biroz to'xtalgan bo'lsangiz dedi. Bosh ministerimiz Xitoy tajovuzchilari 1949 yilning oxirida Sharq Turkistonni ishg'ol qilishdan ilgari 1933 yili qurilib ag'dirilgan 10 yildan keyin, ya'ni 1944 yili yana bir qatim qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqillik kunini xotirlash munosabati bilan namoyish qildik. Biz irqiy qirg'inchilikni yo'ritib berish, konkret qilib aytganda, faoliyatimizni Balida o'tkaziladigan G20 davlat boshliqlari yig'inidan burun elib berish orqali Baydenni Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblash, Xitoyga irqiy qirg'inchilikni izchil davomlashtirganda Amerika boshliq erkin dunyodagi davlatlarning yana sukut qilib turolmaydiganligini bildirishga rag'batlantirishni maqsad qilgan edik dedi. Riyosatchi irqiy qirg'inchilikning ahvoli qandoq? Shakli o'zgarib, bargan sari avjiga chiqyotamdi. Buni anglatgan bo'lsangiz deganida bosh ministerimiz shundoq. Xitoy 2014 yildan boshlab irqiy qirg'inchilik yurgizib kelmoqda. Xalqaro jamiyat uning jinoyatini tanqid qilsa-mu, yaqindan beri yo'qimni nolga tushirish siyosati yurgizib, jazo lagerlaridan farqlanmaydigan har bir uyda minglagan bo'limchisi bo'lgan minglagan karantina ta'sislarini qurib, Uyg'urlarni qalaymaqon so'lmoqda. İjtimoiy axborotdagi sinlarga qaraydigan bo'lsak, u yerda nurg'ulg'an insonlarni ko'rgili bo'ladi dedi. Riyosatchining yillardan beri insho qilib, insonlarni qamab kelayotgan g'oyat zo'r turma ul asliyalarga qo'shib, yana turma silib kengaytayotganligini, texim ko'p insonlarning qamalganligini aytmoqchisiz. Shundaqmi? Deganda, shundoq. Insonlarning so'langaniga 100 kundan oshdi. Normalda Dünya Səhiyyə Təşkilatının tavsiyasi bo'yicha bo'lganda karantina vaqti 2 hafta bo'lishi kerak. Ammo 100 kundan ortiq vaqtdan beri karantin qilishga ilib ketilgan Uyg'urlarning uyiga qaytgani yo'q. Bu ham davomlashmoqda deb javob berdi. Ayollar, bolalar hammasi qamaldimi deb so'raganda bosh ministerimiz shundoq. Ayol, bolalar hammasi bor. Nurg'unlari u yerda ochliqdan o'ldi. Karantina əsliyələri xalq toplashib o'tiraqlashgan rayon va shaharlardan uzoq bo'lgan cho'llarga ta'sis qilingan deb javob berdi. Salih Xudoyer, bu gaplar haqiqatan ishongusiz. Yolg'iz Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni emas, balki Xitoylarni ma'lum sabablar bilan uylariga qamab och qo'ydi ekan. Umumyuzlik och qo'yish qilmishini yolg'iz osonliq millatlarga emas, ko'p sonli Xitoylarga yurgizdi ekan. İnsanning ishongisi kelmaydi. Xitoy Kompartiyasi misli ko'rilmagan darajadagi qotillik qilmishini yolg'iz Uyg'urlarga emas, balki Hongkongliklar, Tibetlar, Janubiy Mong'oliyaliklar hozir deb o'tkazimizdek Xitoylarga yurgizyotdi. Bu yerda so'raydiganim, Bayden bu irqiy qirg'inchilikqa nima dedi? Bayden hokimiyatining inson haqlari haqida bir narsa demaganligiga doir o'rnaklar. Xitoyning qabul qilg'ili bo'lmaydigan qilmishlariga qarata ahamiyatli biror bayoni bormi degan savolga bosh ministerimiz ahamiyatli bir narsa so'zligining biror isboti yo'q. Rasmlarga, sinlarga qaraydigan bo'lsak, nihoyatda do'stona munosabatni, Xitoyning cho'ng qalbisini aniq ko'rgili bo'ladi. Irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyatning rahbari bilan ko'rishish erkin dunyoning rahbariga yarashmaydigan Gitler bilan ko'rishgandek bir ish. Buni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Bu Amerikaning ojizligini ko'rsatib beradi. Bu faqat Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizishiga, Uyg'ur, Tibet,
Hongkongliklar va Janubiy Mongoliyaliklarni vahshiylik bilan bostirishga ilhom, jasorat ato qiladi deb javob berdi. Riyosatchining kishini cho'chitadigan insoniyatga qarshi bu jinoyat davomlashyotidi. Sal qarilibla qolmay yana bu qitimqi yig'inda Xitoyga biror tavsiya qilish, jazolash qaror qilinmagandek ko'rinadi. Musulmonlarga rahbarlik qila oladigan Turkiya, Saudiya Arabistoniga o'xshash davlatlar qaraganda Sharq Turkiston xalqidan yuz o'rgandek qiladi. Shundaqmi? Deganida bosh ministerimiz bu uzun zamonga taqiladi. 100 yildan ortiq vaqtdan beri Sharq Turkiston xalqining qiyinchiligiga sal qarilib keldi. Necha 10 yillardan beri Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish, Uyg'urlarning ich a'zolarini halol organ sifatida sotib olishdak qabul qilg'ili bo'lmaydigan qilmishlari bilan irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lib keldi deb javob berdi. Uyg'ur jamiyatidan halol organ sotib olish qanday cho'ng masala hisoblanadi deb so'raganda bosh ministerimiz 2014 yili irqiy qirg'inchilik boshlangan dastlabki vaqtlarda Xitoyning organ to'shish sanoati har yili 40 mingdan ortiq organni to'shiydi. 2020 yilga kelganda 100 mingdan ortiq organni to'shiydigan bo'ldi. Dengiz bo'yi o'lkasida yashaydigan bir Xitoy doktorining shahid bo'lishicha, O'rta Sharqdagi boy musulmon davlatlardan kelgan musulmonlar 2 kun navbat saqlab, halol organlarni elib ketadi ekan. Jazo lagerlariga yaqin joyda jasad ko'ydirish o'choqlari silingan bo'lib, organ to'shish uchun jazo lageridan aeroplan stansiyasigacha boradigan maxsus yo'l yasalgan. Ilgari Uyg'ur siyosiy jinoyatchilar va Falun nishon qilinadigan bo'lib, Xitoy irqiy qirg'inchilikni avjiga chiqarib, atalmish qayta tarbiyalash, kasbiy tarbiyalash bahonasi bilan keng ko'lamda organ yig'yotdi deb javob berdi. Riyosatchi bu haqiqatanmi kishini cho'chitadi. Deganingizdek, bu sizning xalqingiz bilanla cheklanib qolmaydi. Halol organlar uchun alohida bozor bor. Ammo amaliyat shuki, bu Xitoyni g'oyat zo'r naqd pul bilan ta'minlaydi. Xitoy ham siyosiy dushmanlarini yo'qotalaydi, ham pul topalaydi. Xi Jinping bu programmani 2014-yili yo'lga qo'ygan. Baydenning bu qadar ig'ir jinoiy qilmishga qarata bir narsa demasligi haqiqatan mumus dedi. Xitoy Filippin dengiz armiyasining raketa qoldiqlarini qo'lga tushirgan deb ayblandi. Muhofizat to'rining 22 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Filippin harbiy amaldorlarining aytishicha, Xitoyning dengiz qirg'oqi muhofizatchilari Xitoy Janubiy dengiz talash tortishida Filippin dengiz armiyasi Janubiy dengizdagi orolga tortib olib mangan Xitoy raketasining qoldiqlarini majburiy qo'lga tushirgan. Yaralanish ahvoli bo'lmagan. Xitoy paraxoti yakshanba kuni Filippin ishg'ol qilgan Fito orolidagi qoldiqlarni qo'lga tushirishdan burun Filippin dengiz paraxotini 2 qatim to'sib olgan. Bu vaqa Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris Filippinga kelib, prezident Ferdinand Marcos bilan bexatarlikni kuchaytirishda hamkorlashish to'g'risida suhbatlashishdan bir qancha soat burun yuz bergan. Suhbatda Kamala Harris Amerikaning Janubiy dengizdagi xalqaro qoida tuzumlarni qo'g'dashdagi va'dasida ching turadiganligini aytgan. Xitoy dengiz qirg'oqi muhofizat paraxoti ilgari talash tortishdagi dengiz tavalligida harakat qilayotgan Filippin qismlariga ta'minot yetkazib beradigan Filippinning ta'minlash kemalarini to'sib olgan. Dushanba kunidagi vaqa Xitoy, Filippin, Vyetnam, Malayziya, Bruney va Tayvanga chetishliq strategik su yo'lidagi zamin mojarosining eng oxirgi yuqori pallasi. Xitoy ilgari raketa qoldiqlarining yer shariga kontrolsiz tushib ketishiga yo'l qo'yganligi uchun tanqidlangan. Filippin hukumati Janubiy dengizdagi tajovuzchilik harakatlari sababidan Xitoyga qarshi nurg'unlagan diplomatik qarshiliklarni ko'rsatgan. Ammo yakshanba kundagi voqeadan keyin qanday tadbir qo'llanilganligini darhol aytmagan. Filippinliklar Pagasa deb ataydigan Fito orolida baliqchilar jamiyati va Filippin armiyasi yashaydi ekan. Bu joy Xitoy boshqariladigan bomba qo'g'diladigan orolga aylantirgan 3 uchish yo'li bo'lgan dengiz qirg'oqidagi talash tortishdagi 7 xalda tashning biri bo'lgan Subiga yaqin bo'lib, Amerikaning aytishicha, u hozir harbiy bazaga o'xshaydi ekan. Vatan, Abduri Sarvi. Men hayot bo'lsam magarda, har tiniq hijron vatan. Sen uchun chekmak pig'on, bir sharaf vijdon vatan. Qaysi kun ketdim seningdin, o'chdi ko'zning nurlari. Sen eding ruhim mening, tandiki darmon vatan. Qancha yil ko'rmay seni, oqdi ko'zimning qarisi. Tushlarim taliq sana, yo'qlig'in mehmon vatan. Ming jinim bo'lsa agarda, bo'lsin tasadduq hammasi. Ne baxit bo'lsam shahid, sen uchun qurbon vatan.
Baş gözüň zerdap yara, göz ýeşiň boldy topan. Qazdy göl, pişdi kepen, şumpelek devran vatan. Atlanyp çyksam ýoluňga, qas kılur düşmenleriň. Sancıdy neşter maňa, toşdylyk peýman vatan. Waderäh alkyş bilen aldy tör satgunlaryň. Ahlaryňdyn aldanyp, tomlady hemýan vatan. Kanlaryňdyn reň berip, keýdi ton haýinleriň. Ýawlaryňnyň agzydyn buyruky ferman vatan. Eýtgyna çeýlep halyknyň bäxtini paýhan kılıp. Ne sebep satdy seni şu kadar erzan vatan. Kim seni satsa demek, ademi şeytan erur. Canu dil söymek seni, cümlesi iman vatan. Ya keter gözler uçuk, ya kuçarımız nusretin. Hak yolu sabit kadem, en ulug arman vatan. Hörmetli görürmenler, haberlerimizden kögün alay için köp rahmet. Keler kıtımkı programımız görüşkice Allah'a amanet bolgaysılar.